Hozir bitta maqsadni qo'yib, unga intilayotgan yoshlarga bitta motivatsiya beraman. Yaxshilab quloqingizni ochib eshiting. Bu narsa fakt. Bitta narsani boshladingizmi, o'zingizni xuddi raketaday tasavvur qiling. Raketa pusk berildiki, start boshlandiki, u to'xtamasdan uchishga majbur. Yonilg'isini maksimum sarflab, 90%, 80% yonilg'isini sarflab, orbitadan chiqish uchun kosmosga qarab intiladi. O'sha vaqt raketa to'xtashga hech qanaqa haqqi yo'q. Agar to'xtasa, vaholanki to'xtash emas, hatto sekinlashsa, qaytib yerga kelib chilparchin bo'lishga mahkum. U osmonga chiqish uchun, u kosmosga chiqish uchun to'xtovsiz maksimum harakat qilish kerak. Xuddi siz ham xuddi shunaqa bir maqsad qo'ysangiz, to'xtovsiz raketaga o'xshagan hech qanaqa chalg'imasdan, to'xtamasdan, hatto sekinlashmasdan harakat qilishingiz kerak. Shunda orbitadan chiqasiz, shunda kosmosga chiqasiz, shunda maqsadingizga erishasiz. Shu narsani miyangizga qo'ying. Men maqsad qo'ydimmi, men xuddi raketadayman. Start bo'ldimi, to'xtashga, sekinlashishga haqqim yo'q.